Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi sizlarga qo'yib beradigan mashinamiz hozirgi kunda eng zo'r bir trendda yurgan, ekonomishligi bo'yicha, o'zining yurishi bo'yicha mehrimiz, ya'ni yurtimizning bir mehrini qozongan mashina. Lishman o'zim ham yoqdi to'g'risi. 10X mashinamiz bu 2024-yilda ishlab chiqarilgan Redline versiyasi. Redline bilasizlar, elde arkasida abagrefi ham narsasi bo'ladi, yumshoq balon ham narsalari bor. Tayyor, ideal holatda mashinali 9000 kilometr yurgan. Poliklar qo'yilgan 24-yilda ishlab chiqarilgan eng full pozitsiyadagi avtoparkovka ishlarni xullas bu mashinani olib qo'yish kerak bo'lmasa, hamma narsa zavod qo'ygan versiyasi bu. Mana mashinamizning bahosini sizlarga hurmatli obunachilarimiz o'zi salon bahosi adashmasam 220-225 millionmi shundan bo'lsa kerak. Bilganlar yozib qoldiringlar. Mana biz sizlarga 159 million so'm pul beramiz. Ko'chki bir avtosavdo glavniy zonamizda oldinda sotuvda turadi. Hazrat olib mininglar 159 million so'm pul bosamiz. Nomerini endi egasi bilan gaplashib ko'rasizlar. Zo'r nomer bor ekanligi.